yetimni haqqini yeyapsan. To'g'ri, dokumentini to'g'rilayotgandirsan, lekin yetimni haqqini yeyapsan. Qo'rqib qolib bor boyligini berib yuborgan ekan. Hozirgi boylar o'lsa ham, o'layotganda ham anu narsa qatga qolarkin, nima qilarkin o'lolmay joni chiqa olmaydi. Hozir kimdandir so'rayman, qachon o'lasan-di? Rejalashtirib qo'ygan o'lish yo'q. O'lish yo'q rejasida. Azroilga o'tkazib qo'ygan shekilli menimcha, bori boyligi bilan. Shu darajada kibrotiga minib olgan, bu dunyoni ustuni mandi bo'ylaydi. Kibri bor inson jannatga kirmaydi. Yoki kimdir qo'lida pattasi bormi yana ertaga yashash uchun. Yo'qmi? Nimadan unda shunchalik xotirjam yashayapmiz? Nimaga unda ehson qilmayapmiz? Nimaga miskinlarning qornini to'yg'izmayapmiz? Ramazon oyi kirib kelyapti. Umra